2 xonali kvartiramizni topshirib oldik. Bu kvartiramizga qancha rasxod ketganini bilmoqchi bo'lsalaring, videoni oxirigacha ko'ringlar. Rustam akam bir boshdan tushuntirib beradi. Rustam aka, kvartiramizni ham topshirdik. Kvartiramizga qancha rasxod? Kvartiramiz oddiy 2 xonali, hech qanday bir dizayn proyektsiz uy egasi bilan kelishgan holatda qilgandik. Umumiy hisoblaganda birinchi qora montajiga, o'sha cho'rni montajiga 6 million materialga ketganda, 4,5 millionmi xizmatimizga olgandik. 4,5 million taxminan. Keyin yana bir kelib kuxnya zonasini qilib berdik. 1 million shu atrofda ketgan yana xizmatiga. Aytaylik, mana hozir 6,5 millionga 5,5 million bo'lyapti. Umumiy olganda mana shu kungacha rozetka выключательlar, lyustralarga yana 7 million ketdi material. Bu degani 15 millionga yaqin ketdi. Materialga 15 millionga yaqin ketdi. Xizmatiga bir 7 million ketdi. 7 million, 7,5 million ketdi. Общий hisobda, umumiy hisobda 15 millionga 7 million deylik, 22 million, 23 million ketdi. Endi haligi taxminiy yoki bo'lmasa umumiy qandaydir hisobni olish uchun 2 xonali kvartiraga shu 22 million, 23 million ketar ekan bitishi bilan Farg'ona shahrida. Hammada har xil endi hisobot bo'ladi. Endi haligi bir 3 etajli, 2 etajli kottejlarga chaqirganda ham bir taxminiy hisobni bilish uchun bu videoni ko'rsangiz, eslab qolsangiz bo'ladi. Shunga qarab hisobni chiqarsangiz bo'ladi. Tochkalarimiz podrazentnikgacha bo'lgani 70 mingdan bo'ldi, ustanovkalariga 15 mingdan bo'ldi. 85 mingdan bo'ldi. Rozetka выключательlar 35 ta ketdi. Lyustralar endi holatiga qarab 300 ming, 250 ming, mana ular 100 mingdan tepadagilar. Shunaqa. bu obyektimizni noldan shu aholiga kelguncha shuncha rasxod qilishibdi. Xohlasa, agar shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizda ham yana qo'shib boramiz.